Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytlar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Uyda gol safarda choch osrimoq bo'lsang agarda Hamromonga har kuni Allohning nomi sarkarda 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 yeza va shaharda sarkarda 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 yurishlik mahsulotlari Namı dastan qadam yetken hamma yerda bizga hamroh nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sapdashlikda degandek. Bu muxtar kichik vaqtimizdan shu o'qish boshlagan vaqtimizdan tortib shu maktab hayotidan boshlab bu asosan muzika qiziqadi-da. Darslarga yaxshi-da, lekin asosligi muzikada, hatto kech-kechalab tong otqicha uxlamay muzika chaladigan. Bir yerlarga to'yliq bo'lsa, shu to'ydagi haliqi chalgan muzik asboblarini ertasi yana to'yga bor emasmi? Shanba kuni bir to'yga bordi, yakshanba kuni bir to'yga bordi. Ertasi yana shu to'yga berib men chep berma deblar. Şunu qo'ltiqlab inib keldi yotoqqa. Kecha shuni chalibdi. Hammamiz naqsh etdik. Agar unda chaldigan narsani topolmasa, bu bizning shu dars o'tadigan chingfanlarning ochqichini piyli qilib olib, bütün chingfan ochqichlar orasida shu bir ochqich bo'ldi. Buni adash, ochqichni berib turay, men bir qancha chilaydi deb piyli qilib. piyli qilib olib, shu vaqtda chingfan dars bo'lsin, manada bo'lsin, anada kecha muzik chaldigan. Muxtar savaqdishimiz to'g'riliq gap bo'lib qoldi. Hamda bu to'g'riliqmi birdan bir so'zlashaylik hisobda Muxtar bizningki sinfimizdagi savaqdoshlarimizning ichida amaliyot o'qish bitagandan keyin o'g'illarning ichida eng dastlabda ekranga yuzlangan bir savaqdishimiz bor. Uning dastlab turgan kinosi to'g'riliq mana miyada bir kichik bir shoshib film bor. Ko'sak esimizga keldi. Xizmat qilib o'tyapti. Raşid alamsiz, usul oynayalamsiz. Elbette oynayalayım. Usuldan başka yine de sazımı çalalayım. Sen şu. Olsun o. Muzika. Nerede bir şimdi özümü bilmeyim. Dadınız koğulaydı. Ben kaçım. Bu muhtar demişsin o bizim savaşlarımızın içinde bulapmamı şu müzik olsun, el aktörlük cihetli olsun, nait aldığın kadar savaşlarımızın birisi. Bu müzika kılık ve kızı kaçkı mı? Benim isimli kılıç sözlep egen bir hikaye var şu. Dadısıga, eğer ben gavcunga ötelisem, sen bana müzik yapırsa diyen bir gibi var. Şunu olan nimet verme dese garmon deydi bu. Diken dadısı Abdullah Kam, bunu verdi verip Abdullah Talib bakımız. Ben sana epirme deydi şu. Epirme deyip, garmon, bana ben sana garmon epirme deyip ötep oğan diken, şunu burunka Erdoğan dalı deyimiz açtığın işe girip, İğiz garmon deyip bir deyip şu. Garmoşka. Çoğun aslı akardun, garmon deyip koyumuz var. Şundası bunu epegen diken bu terik kep kapolap, yani şunu epegeni kanaat kılıp, bu İğiz garmonun bek yakışçaldan bu ketken. Toğra, isimdi ba isimdi. Onun deyinken sen âli mektep ötelisen, diyensçildin bir nepirme. Diye yer var. Şu doğruluk mu? Aşında deyip bu özde şart koyup jürüp, dadısı bunu şart koyup, bu özgü şart koyup, bu müzika nait kızkaç mı? Bu aşı pellenpey mene jürüp bu hakikaten aldı ilgilep ketken. Onu sıbayım sen digendek. Bütün çılfanınki emesini aç kuşunu Geçaldı. Biz elaka toy bir nesli yenip kelsek bir yelden şu tırın avazlı çıkıldı. Hey muhtar deyip girsek yerim küçüdüm işte. Közlerim şey kıyıp kız kardap ketken uflumak. Bütün vücudu bilen müzik kızıqın arasında hazırki kegi düşündü ama o bizim görüşmegeli uzun bo'lib ketdi emasmi? Yaqinda qayta tepishib buning bilan
turmushlarini bir kuzatdim. Hozirgi keygacha bir kunda 7-8 soat muzika mashg'ul etibdi. Bu to'g'riliq hamda abay dedik, hamda dastlabda bizning o'g'illarning ichida ekranga yuzlangan savodishimiz agar shu paytda minib ketgan bo'lsa, balkim bu chaqqa nihoyat nurg'un natijalarning egasi bo'lishi mumkin-di. Hamda Muxtar shunda bir savodoshlarimizning bilgisi keladigan bir ahvol bor. Sen to'g'riliq keyin har xil yangi gaplar chiqib ketdi. Sening shu ekranda birinchi qatam ko'rinib butun Shinjongda sening noming purkatdi degidek shunda daraja to'nilgan bir odamsan. Nimishqa qanday bir sababdan sen bu ekranda keyin ko'rinmading yoki buni voz kechishga to'g'ri keldi? Shuni bir bizga bir savodoshlaring bir tushuntirib qo'ysan. Qo'zam, bu endi bu masala bizga murakkabligidan dilo murakkab. Sen bu sen endi qo'zam, seni daraklamsan. Mening anlig'im deb qo'yma buniki. Dastlabda bu o'qishib tugagandan keyin buniki bir qo'li, buniki shu bir hodisa bilan bu qo'li kesilib ketdi buning. Asli bu kesilib ketish sababimi, meni bilganimda bu shu biz shu muzik chalaman deb, ya'ni shu elektronlik realdan birni shu ko'tarib, yutib mengib qo'lda tutib. Muzikani o'zini asramasin, bu muzikani asraytamasin. Shu bilan bu vaqtida mashina oz. Bunun qo'ldagi dayansin yo'g'on bo'lgandan keyin men bir japa og'ini silib bir motorni keyinda o'tirib, shuning bilan bu dayansin ig'ir olgandan keyin shu yo'lda ketib qolgan motor tayilib ketib, yiqilib tushib qo'ldan og'irlab qolgan bu hayvonlarga. To'g'ri, degan xato emas-da, halqi bir kuni biz yo'q, bir yerga berib, kecha yana shu muzik chaldigansan degandek muzik chaldigan yerga berib, qaytib keldi vaqtida shu muzika amroqlikdan unimi yana qaytirib kelib, kecha hech vaqtni o'tkazmay muzik chalib, aytsa opirib berma deb, shuni shunda motorning halqi yanada bir nimasi va bir motor va uch chaqliq, shu chaqdiki, shu yerda shuni tutib o'tirdi ekan, o'ylamagan yerda bir kelishmaslik kelib, shu motor og'dirilib ketib, shu denizchining haqning narsida uni qo'g'dayma deb, bu qo'li eg'ir tumuni ostida qoldi ekanda. Zanjirning ostida qoldi ekan. Mush barmoq qilqini hozir ko'rsak bo'ldi. Aldirmay ko'rsatdi mana. Ekranga bir ko'rsatib qo'ying. Mana. Bu buni ish qilib, bu bizning sinfdami asli haqiqiy bir komdik artist bo'lgan savodashimizda bu. Uning ustiga men bu yerda sana gapni deb qo'ysam, men bu o'ylab qoldim shu. Bu danschilarni mashq qilib olaman, bu bir masala. Yana birisi shu vaqtda sen bilsanglar yengilnishi, baktis shu shu vaqtda bu ashulaqa har bir guninglarni, ashulaqa iqtidorlarni ufqib olaman deb bo'lsa-mu, gerçi bu İngilizce bilmegen bilen bir narsani qilib yezib, o'zini keçib, ashunda qilib ufqdi bu. Anda bu sinfda oyliqi rolonga vaqtida bu qiziqdi bu, etotni boyam deyishdi bu. Etotni vaqtlarimizda böyle faqat adam o'xshamaydigan bir narsa yaptı. Bir kuni sen mi bak oturatımız, Mayra Zakir, o'qituvchimiz, apay, Mayra apay, Muxtar buningdan chiqqan hammamiz kankalar o'tirsak bu etotdan kechib bulungga kirib olamiz, tatilib o'tirdi. Ha, mana apay deb o'tirdilar. Shu buningdan chiqqan hammamiz qilib bo'ldi, siz chiqmabsiz. Etotdan bir o'ylandi-da, hamma qilib buni chiqardi. Chiqarsak, shu bilan bu vaqtga bizning sinflarimiz ham yog'och pol, rasmiy pol. Shu bilan apay, belak tutush. Demak, etotdan ismi edi deb. O'rni xo'yanchi edi. İstanbul ama sonra bu qamoqdan birini tashladı. Polning tepiga. Bu otladı, bizim otladık, elimde yaşadı ya belak chiqamdi. Ottirimiz otarsak. Şu axir bir yarım saat deb o'tamiz. Hech shu qamoq tutib o'tirdi bu. Endi biz o'ylaymiz, ele chiqa. Shuning bilan o'zi qarab o'tarsa bu shuni kulib ketdi bu. Şunu bizim parat kulib ketdi-ku, hech olmagandı ki yerda. Muxtar nemish qilyapsiz deb apay xap olsa. Boyatim bu xo'yanchi degandim, birdan ko'zimga xo'yanchining suvi ko'rindi, birdan pol ko'rindi. Kulgim kelib ketdi dedi. Kulgim kelib ketdi. O tugab ketdi. Yana bir kun qarasak bu burun bu birinchi cho'ng olgandan keyin bu yezning turmushlari tushunmaydi bu vaqtda. Shuning bilan yezdin kelgan bir dehqon rolini o'ynaydigan bo'ldi sen. Isonda bormi-ki? Shuni kirib bu uyga kirdi, bu tuqqunning uyiga. Urumchidiki hisobda. Şunu kirib etrafına hamma qarabdi, bu Bengshan ko'rib baqmabdi ekan bu. O'zi shu yezdin kelganda. Shu bilan bu Bengshanning ishkini ochdi. Bizga dovji bir Bengshan vatibdi, ichib bu bir ishlarni qilib ketdi, nemish qildi desak, yo'q, shunlar bir vaqt ayadim bir judin birini kiyib 6-oyda. Bengshanning oldiga kelib o'tadi. Bu etot shuni bu hammamiz kulib ketdik. Bu sen nima bu 6-oyda nima bu?
Jo'kib o'tirsak, beshavni ichidan chiqqandim shuni soqqa chiqqandan keyin shuni jo'kib Shuni ifodalamoqchi ha. shuni ifodalamoqchi. Bu ishga qiziqdi bu. Yana bir kuni biz bir topshiriqni hammamiz tang ishlab keldik. Bu yana yo'q. Umuman bu bizning sinfimizda bir kayshing bo'tdi. Buni epizodni eng oxirgi qilib qo'ydik. Chunki bu har xil qiziq ishlarni qilib bizni oxirgi tilanglaganlarni, qo'shib bir kuldirdi-da. Muxtarniki eng oxirida qolsin deydik. Shuning bilan bir kuni esingda bormi bir 9-10 da o'g'alvolni ish qilib pingtayning ustiga pingtay tizib mush Ish qilib biz xalijiq ishildik bu to'tiga. ishlab shuni ol tayyorlik yarim soatdek tayyorlik ketdi. Mayra opaymi nayt oldirmay ko'di ha. Qiling cho'qim ko'rimiz deb. Shuning bilan bir kamda oqisi o'tib bak tast yomish egiz pingtayning ustiga chiqatdi. Nima ish qilgan deb qarab tursak yo'q deb. To'lg'i biznet Mayra opayni oldiga gulib deb tushiblam. Polnuda bile suvuzda, polnuda Suvuzib, bile. qaşqı chiketdi-ku. Chiketib shuni ola hammamiz kulishib ketdik. Aldığa akilib. Neymiş kılıvatsız muhtarız, Konya'nın tağını bile suvuzem attım. Ya Polnuda bile. bizning qo'shnimiz Shomava-ku dedi. Ha, ba desa. Shuning qizi qarang, Xo'yan chiqib tushib ketibdi. Shuni qutqizdim dedi. Qani o qiz desa, doktorxonaga olib qo'yib keldim. Ha? Sizning bu kitobingizni o'zingiz cho'qim bir qatim o'qib bir yutib, ondan o'ynasangiz bo'ladi. Oynagan narsa kim tushundirib bergan yaxshi bo'ladi. Bu tushunmaymiz. Tushunmaymiz. Dramada, hamda dramaning san'atida, sahnada ba'zi narsalar qig'in bo'ldi, ba'zi narsalar qig'il bo'lmaydi. Bu qilib bo'lmaydiganmi qilib? Qig'il bo'lmaydigan narsalar qilibdi bu. Urg'i tushida g'ashtiryapti. Ya Seyjo, neymiş kılıvatsız beseyli batmadan ha? Appa idim. Pelivo ustiga bu. Ha orekken polnuda bile tuttuk madak düşüyor. Neymiş kılıvatsız orgu düşüyor burada. Pelivo ustiga g'ashqa bir kuni shunday epizoddan bir ishlab ketdi. Shuni olib Mayra opay ashta o'tirdi, oldiga tushibla. Bunda qipla yana ash bir xil bir yer tushayotganda qildi, uni qog'in o'qmay, "Ha, nima ish qildingiz?" deb so'rasa, "Shu, opam bog'u" dedi, desa. Muxtar saya kir deganda urg'i tushib saya chiqdi. Biz dapirdi. Demek bu itot çügüde. Yana bir odati bor buning. Kotoyi, qo'zam degan. Qo'zamimizni qo'zam deydi. Maktabda o'chaqda 300 ga yaqin o'quvchi bordi. Hammamiz inoyatli bir oilaning odamlaridek cho'ng va kichigi bor. Bu Muxtarning kotoyi qo'zam, hammasi qo'zam deydi. Biznimi qo'zam deydi, Aminaning qo'zam deydi, kichik usulchi bolaning qo'zam deydi. Siz bu drama okumay padişlik yaptık ya. Bir kuni qanday bo'ldi demamsa, uyga borsa, odatlanib qolgandan keyin dadasidan pul og'ilib olganda ishkimiz oyliqni. Og'ilib olsak, shuni o'yla, "Ha, kelib qolibsizlar, tomoq yanglar" deb ketdi vaqtida, "Ey, qo'zam, pul tugdi" deydi. Abdulla Çok kazandı. Abdulla akamning, "Nayt yaxshi" deydigan bir odati Adam bor. bunu yana bir kotuyusu var. Sanırım ki hazır kelime deb qo'ygan. Şöyle Işqilib bu, yaxshi bu muomalasini shunday yaxshi bir ish qilayotgan bo'lsak, muhtaram odamlar ishlayapti, mani qildi deb desak, qattiq yoqtirmaydi. Turib qo'zam dedi. Hazır kelime deb chiqdi. Hazır keldigan bo'ldi deb o'tiramiz. Ba'zi 3 kun, 4 kun kelmaydi deb tashlaydi. Hazır kelime bilan yo'q chiqib 15 kun bu. Bu shu savodishimiz shu boya so'zlab o'tgandek, shu barmoqidan ayrilib qolgandan keyin buni muzikaga bo'lgan qizg'inligi tuvallab ketadi ekanda. Shuni buningga nihoyat bak daji bo'lib ketadi ekan bu ish ta'sir qilib. Shuni o'ylab men davomli bilib bo'lgandan keyin so'raydim. Unda qilma, yana davomli tirishqin dedim. Yangi barmoqdan ayrilgan vaqtida ko'nish ta'sir. Muzikalar haqiqatan biroz chalib bo'lgan bo'lib qolgan, ha, burunqidek yaxshi emas. Shuning bilan bu muzika chalmaydiganga asosan joyding qilib qolibdi shu chaqda-chu. Shunda qilib bu Beijingga berib biroz bir boshqa bir muzika akkordlashtirish ustida izlanayman hamda aldirmay naq maydon chaldiganga sal qulaysiz bo'lgandan keyin Beijingga berib kelay, o'qib kelay dedi. Mishad o'rgansak bo'ldi dedim, lekin qanday bo'ldi ish qilib Beijingga shu akkordlashtirishni o'rgangilik ketdi. Shu jarayonda hamda bu ekrandan shunchalik yaxshi bir sharoitga ega tunilib bo'lgan bir aktyor ekrandan olib qoldi. Chunki bu yer bo'lmagandan keyin buni tanlaydigan odamlarmi Bu şu shunday kelib biz ko'ylak pulni ko'rsak yo'qolib ketmasin bu. Beijingga ketib necha yil yo'qolib ketgandan keyin ekrandan olib qoldi. Bu to'g'riliq nihoyat nurg'un gap so'z cho'chaklar chiqyapti.
Çaş güzelleştirishdagi bo'sish xarakterlik mahsulot sarkarda chashni bir qitimda yuvib qaraydi suyuqligi chechingizni jonliq paqroq qiladi, rangi o'ngmaydi. Tarkibidagi odamga oziqlantirish javri chechingizni texnik sog'lom qiladi. Ishiltish intayin qulayli. Chashni bir qitimda yuvish, bo'yash maqsadiga yeta olasiz. Sarkarda maxsus siz uchun ishlan. Bu tish asrashdagi bo'sish xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish quritlashdan oldini olib, tish sog'lomligingizga kapolat qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Uyda gam safarda Choch osrimoq bo'lsang agarda Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida ep berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Ismi keldi, adash. Tanılgan adamdan kendi neme gap söz olmaydi. Ma ikkimiz to'g'riliqmi ba'zi gaplar vaqir. Bunimi men mushu fursatdan foydalanib ko'pchilikka bir mushu ishni bir izohlab o'tkim keldi adash. Abdukiram bilan Abdulla ikkisi birga kelinmaydi. Boshqa gap emas ekan. Ikkisi chiqishamaydi degan akab qo'yibdi bizni. Men tushundim uchirganligi. Abdukirimning qilayotgan ishi texmi murakkab, vaqti jiddiy, men mayaqti texmi jiddiy. Bizning faqat vaqtimiz bir ekanmayotgan ish va hatto biz o'zimiz maslahatlashgan. Gapini bo'lib olsam, adash bizningki sinfdagi saboqdoshlar men manda qaraymiz-ku. Biz yilqi birga kelamaslik emas, biz saboqdoshlikdan olqib ketganlar. Masalan, ayni chog'da seninki aqllaring kilitdi. Abdukarim kam deymiz, Shirli Kamil deymiz. Shuli kasimi, hozirmi xuddi Mo'minjonmi men ko'zimga yilqi bir oq shapaq to'pis bilan sizning o'yga bir boshlab qolgan 6-chi o'tgan kun qarsam 40 yoshda, "Ey, manga simsib, oka arastaydi." Biz şu vaqtda şöyle biz aile boyunca beriş kiliş qilib, bizning bu bizim bularni saboqdoshlikdan keyin o'zimiz saboqdosh emas, undan olqib urutqanda ko'p ketgan. Urutqanda ko'p ketgan shu. shu. Biz yaqinligimiz cho'qim yaqin odam kunda birga yurish shart emas. Bizning ishimiz ishki idorada. Hamda har qanday vaqtda bisimizda beshimizni kunchisin yoki bir cho'ngroq ishlar bo'lsin, bir-birimizni tutib qolishimiz yo'q. Hech ish qilolmasakmi tilfilishib turamiz, ba'zi uchrashib turamiz. İşlerimiz olsa ayet ötleşip ezeldim birbirimiz aşvatga yerimiz yok. Bazı adamların çok ağzını tutmağın olmayı arkadaş. Hem de yaxşıra ötkende sen mi degen elki bu xalqning bizga ko'ngine. To'g'ri. Ekran oldidagi barliq tomoshabinlarimizga, do'stlarimizga demoqchi bo'lganimiz, yetkazmoqchi bo'lgan eng yangi uchirimiz Abdukiram Abdulazmo. Yaxshi, uning bilan mening munosabatim nihoyat yaxshi. Bu kunda birga yursak degan orzu armonda yurimiz. Muxtar to'g'riliq yana gapimizni davomlashtiraylik. Adash, sening isming bormi? Ma rasm qara. Qo'y, ma bir sekasam go. Birsimen kelmay qo'zam. Qo'zam. Qo'lang bakim qo'zam mariyatiz. Qulam so'q ketdi qo'ya. Saq vaqtimga. Biz qara adash 91-yili ashunda abaya so'zlab o'tdik. Shunda bir o'zimizning talantini yangi idoraga kelgandek bir namoyon qilishga ehtiyojimiz bor bo'lib qoldi. Muxtar nihoyat qizg'inlik bilan menga yordam qildi. Kech kunduz muzik chelib, shu 91-yili kuzgi tava vaqtida biz bir oy, 1,5 oydak vaqt sarf qilib, bir 10 nechilagan naqshni tizib chiqdik. Kunda mashq qildik. Shunda qilib bir kuz o'tib, qish tava bo'lganda, biz ikkimiz bir mushu yan bingani ichida bir to'yin tepib, shu odamga yo'l yurishtirib yurib bir 3 kunlik ijara olib, ana keyin bir bu yangi dengizchining qilsan degandek yangi sig'amroq emasmi, yangi chiqqaniga. Kavay degan bir dengizchingka u. Shuni elib berib, shu yerda shu 91-yili 10 necha naqshni tarkib topgan bir albomni surma, to'g'ri. Surma eson bormi? Men sen qo'zam beynime kelgandim sana so'q qilay. Va shu bormi senda? Bu sen asaratga qo'shilgan senda? So'q qilay. Degan yaxshi qara. O Sen o'zingdan yo'q yaxshi. Menda yo'q, menda. Endi ma'noga ketib loyinchidan bir tepam sen Abdullaning uyida yo'q. Men buni rahmat adash, meni so'qqiganing bak yaxshi bo'ldi. Mening rost yo'q. Chunki u chaqda u buni qariday deymiz-ku, o'liqma nashriyatda ishlangan. Xicha degan. Xicha deganda qariday. Biz o'zimizning qizg'inligiga tayinib buni nashr qilgan narsa. Bu mazmundan chetaq chiqmagandan keyin shunda taqib tutdik. Atsi buni ishlab bo'lgandan keyin berib, o'sha Ardochoda bir 4-5 tak day dukunat kichik day dukun. Shu yangi naqsh chiqsa, ashada gum yangraydi. Buni mudaymi? Ana dayni biz ashada bir do'stimizga berdik. Hamid ismli bir daychi bolaga. Bu yerda qo'ydi, biz ikkimiz chetga berib qanday bo'ladi uni inkos deb anglab turdik-da. Haqli o'lishib ketdi. O'lishib ketdi qara. Yangi naqsh chiqsa, o chaqda hammamiz o'lishdigan vaqtda. Birini 5 ko'yga ko'chirib beramdik-ki.
5 koy Beş qildi. koymu, 2 koymu? Ajnaroq bir pulni ko'chirib berdi. Haliqi koy suvda qilib ko'chirib Qo'yg'u deyman man. ko'cha. Bir oydan keyin men bir jutqi berib keldigan bir fursat chiqib, optuzda bansam, optuzda mushunaqcha. Oshxonaga tamoq yeyib kirsak mushunaq. Bir oydimi? Bir oy, 1,5 oy ichida butun Shinjongning hamma yerida mushu naqshlar bo'lib ketgan. Hisobda sen birinchi bo'lib meni dengizga chaqirib majburlab. Bu meni mushu hayotim, naqshchilik hayotimda bir janjat yani. Desam bo'ladi. Mushu do'stimning mushu menga qilgan ajrini ko'rsatgan to'pisini, ya'ni mishada ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashmoqchiman. Sana rahmat do'stim. Shu chaqda shunda ajr qilgan. Shu sening ma deng chiqib qolgandan keyin mening bir naqshat qizdi bu. Ha? Naqshat qildi. Aşo yani birisininki öye görüp ayttık vaqtida sen degandek unda loyinponim topolmay biz aldık bir piyola suvni qo'yib kelib süzük olib. Yerlik ama. Ma çaldı men. O mening deyimim şu vaqt beksetib ketgan. Bulbulning ovozini qitib, uning bergan narsadan bo'ldi desek vaqt flamoyd qilib deyim chiqdi deb cho'l. Qo'shib ketdik. Eliq bir og'iz cho'lib ketgan bir shonka loyinchidan birni mushu o'q berganingizga deb bergan. Uni 3-4 yil ishlatdim, biz uni chiqdim ben. Esimizmi? O ishaqning shuni bergan. Bergan shu. Xo'sh biz vaqtida. O Abdukiramlar peyzavati usulliq naqshliga. Shu. Muxtar Quzam shuni bilan. Jiq tepsi var bunun. Hozirmi bizga bu asli bizni qozam demaydi, biz buni qozam desak bo'ladi-ku. Bu yesh cho'ngib ketgan bilan bizning oldimizga nash xuddi kichik sabiy baldek bu. Oq ko'ngil. Hammadan Quzam deb laqami Quzam bo'lib qoldi buni hozir. Muxtar Qozam. Qozam. Hozirmi mana oson emas. Men hozir bir barmoq yo'q bu jirim savaqda şimdi. Uning ustiga ma'qulining mushayda liq tumi. To'g'ri. Ichib Yana mush ig'ir tumi bilan ma'quli, yana ma'qul bir barmoq yo'q. Mushunchalik chilishning o'zim oson emas. Shu hozir konsertini buni degan Magnitoya qat'iy bama. Hozir uning ustiga Abdukirim bu shu Bejonga qaytib kelgandan keyin yana muzikada izlanishdan boshqa bir yangi bir kasbni tutibdi degina. Bu bas gitarni hozir mening bilishimcha bu kunda 4 soatdan oz emas mashqi. Hozir ba'zi bir so'rinlarga berib, masalan, qanday o'yinlar qatnashib o'tibdi, uni ko'rdim. Savaqdosh bo'lgandan keyin ko'ngil bildik ekanmizda, endi bu Qozonning avval qandaroq deb xeyli yaxshi saviyasi. O'yinlar qatnashdi. Endi mushu barmoqning qaysi so'l qo'lning barmoqida bo'lgandan keyin bu endi butun bas gitarni ta'tir chalishga to'g'ri keldi. Açmış barmaqning nimasi bilan sen ta'tir qilganmi? Voy, o'ng'i qilgan shu Davomida Oson emas. yaxshilik. shu ish to'g'riliq so'zlab berar, o'zing qanday qilyapsan. Bo'ldi sening qo'lingda tegmisin. Endi bundan keyin tegmisin. Shu qanday Kichik bu yana. Şu 16 yaşlı kirganda 15-14 yaş. Feyza. hozir qiyinchilik bormi bu shu muzikani chelishda? Hamda bu jalpanda akkordlarni tutsam baga ma'qulamda tutib olamayman degan akkordlar qiyin, jaz akkord deysiz, yangi chiqqan akkordlarda. Hamda shuni ashni solxay basini qilsam 3 yil bo'ldi, hozir 3 yilni ashti tirishyapman. Yani ikiler yılgacha chestib ketishimga ishonchim. 70-80 yaş kirgichi bir o'g'il bo'lsang bosna. O'g'il cheksiz qo'yamda, men o'lguchi o'g'limiz bor. Hozir bas gitarda qanchalik o'rganganligini biz ko'rsatib bera olamsan? Ko'rsatib beray, endi shu, lekin bizning savdoshlar mari issiq, mas'uliyatchan bak esida. Shuning uchun ko'rsatsak. Shu bas gitarni hamda solxay mashq qilyapman hamda, keyin chuqur yaxshi natijalarni qozonish uchun tirishyapman. Bu hozir bir ikki kez tirishib tutmanda qarqan. Shu boshda emas, o'ng oldi buni solg'i ko'nash bir gap, chilish bir gap bor buni. Solxay mashq qilmoqqa qo'zab bektas. Qaysi? Yanıcı. Ha, yana chiq ham muzikalardan kelsak bo'ldi. Ha, to'g'ri. Hozircha shunday Bu yolg'iz olmaydigina buni. yolg'iz chaqlim bo'ldi. Shu men o'tganda Kolenda qarindoshlar degan film ishlagan vaqtida Xotanda 68 musulqi xalq san'atkorlarining muzik chaldirdim. Bir cho'ng bir ko'rinish bor. Chaldirib olib keyin chiqarib men buni. Atrofda ish qildim, muzikasini ishildim, kino muzikasini Gojixo deymiz, cho'ng dardim emasmi? Qarasam farq bo'lib qoldi.
Bu farq nima ekan desam, men muzikani sizlarga o'xshab tushunmasammi, lekin bu bizda bas ovoz bakkamki. Bu yurak tegadigan narsa, shu baskinchi. Bizning muzikalarımızda asosan so'qma. Uniki mayliq yuqori ovozli narsalar jiqildi ekan. Ha, going narsalar. Joyinjiqa. Ha shuni deymizmi, ovozda davomliq bizga yurak tegadigan tuvan ovoz, quloq tegadigan egiz ovoz deymiz, yuqori ovozni. Shunga egiz ovoz bakka hammasi egiz ovoz bo'lib ketganda yurakka bardig'ini az bo'lib qoladi. Shunga Muxtar bilan mongdashsam, oldingi kunda deydi, adash, shu bir dutta tambur ravab, shu muzikalardan bir nechisiga bir bas gitarni qo'shib, bir shoshing bir yo'di qilgan bo'ldi ekan, bir dop manda qilgan narsalar bor hozir. Shunga 4-5 kishilik bir nima qilsak, tuvan ovozga bas gitar mas'ul bo'lsa, shu naqsh muzikaligini yaxshi tankash qilgan bo'ldi ekan dedi. Bu ham shunday bir orzusi bor ekan, kichik bir yo'di qurdigan. Bundan keyin hamda tirishib va cho'qim bizga yana shunday mevalarini ko'rsatsan bo'ladi. Yani tam hamkorlashib mustaq. Albatta, hamda shunday qilamiz. Abdukarimning vaqti bo'lsa, jazgucha paspak Facebookda. Burun bek qo'li tezki, hozir hamda rol nima ketdi, o'yam ketdi bu. Mashina o'rog'lamsa, ya. Burun jazgu bek tezki. Men rolg'ini salmandaga mashina o'rog'lamsa. Yaqindan beri Quzamning Muxtar Abdullaninki uçurlarını ko'proq egalladim, chunki shu programmada mundishimiz u bu deb. Buning irodasi nihoyat chin. Muzika sohasida bo'lsin yoki boshdan chiqargan shu ekran rol edish kasbida bo'lsin, yana shu sohaga qaytib kelib, har bir savodoshlarimizning, do'stlarimizning, qarindoshlarning yordami bilan men shu sohada yana bir azroq bir o'zimning talantini namoyon qilsam deb shunday arzu armonda bo'ldi. Bugun Muxtarni shu ekran oldidagi tomoshabinlar o'zining bir irodasini bir deb bersan. Qozog'imdana. Sen deytem sen. Yo'q, buni sen cho'qim o'zing deysan. Ben shu tirish orqali hamda necha vaqtdan bir yo'qolib ketdim emasmi? Mana do'yan savodashim, sen o'xshash atoqliq naqshchi savodoshlarim bor. Aminaga o'xshash, mana butun savodashlar bak faxrlanmamdi. Rahmat. Biz senden faxrlanamiz Muxtar. Ben sig'inib turman, butun bolalarni sig'inib turman. Chunki ash vaqtida biz maktablik vaqtida Abdukarim abay deb o'tdi o'zim. Ash yilqi men savodashlikni ishib ketdik biz. Unutgan ashunda holatga berib ketdik emasmi? Bir-birimizni sevinibmizda. Buningki hayotimda shu birlikda hamkorlashib, muzika har qaysi mesela film bo'lsin, birlikda hamkorlashib, davlatimizning har qaysi nimidagi saadiki do'stlar bilan ma'naviy ozuq berishlarchi ashtaq bir yaxshi ishlarni qilgan bor. Hammadan sen o'xshash tirishchan bo'lsa, bu dunyo texnik go'zal bo'lib turadi. Sen bitirishcha qo'zam, men ham tirishdim bo'ldi ekan-ku endi. Shu tirishchanligingga zada hammamiz qo'l qo'yamiz maktabda. Men mana boyatdan yaxshi bunaqa chaqchaq qilib o'tirishimiz sabab nima desam, bu yillik biz kichikimizdan tortib lo'g'indiki, uning sababi uzun arilib ketdi shu. Yana ko'z oldimda shu 18-19 yoshga qozonli ko'rinadi bu. Maktabdagi vaqtlar. Yana o'maq bu. Ras o'maq bu. Ahkam inson. Ahkam inson. Bizning bildirmoqchi bo'lganimiz yana Muxtar Abdullaning kuchli irodasi va sahnaga qaytib keldigan, ekranga qaytib keldigan. Biz uni shu arzu armonlar yo'lida japa tassimi yaxshi natijalik bir aktyor, yaxshi natijalik bir muzikant bo'lishiga chin dilimizdan tilakdoshmiz. Mana Abdukarim bilan ikkimiz va'da beramiz. Sana qo'limizdan kelishicha yordamimizni O'zi dizmamsak bo'lasizmi? Men quvvacımı. Tibobat tarixiy materiallarda zanchivil, jigdi yelimi, qahva uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganligi xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, sarkardi shifoiy yurishlik choch so'palarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'palarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'oli yurishlik choch so'palari. Ko'rayotganingiz Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Şinjan Sarkardi xalqaro savdo cheklik shirkati ko'ngil qo'yib tujib ishlab chiqargan mahsulotlar oilangizda kam bo'lmasin. Albatta, u siz uchun salofat va latofat ata qilgusi. Xayr qarindoshlar, kelar sonda ko'rishaylik. Uyda qol safarda, choch osrimoq bo'lsang agarda
Serkerde serkerde Yeza ve şehir